Assalomu alaykum azizlarim, yaxshimisizlar? Tuzukmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Qisqagina video qilaman. Bugun 10-may 2025-yil shanba. Video qilishimdan maqsad bundan oldin ham ozgina oldin aytgandimki, bu hukumat nimaga blogerlarga, nimaga jurnalistlarga yopishyapti, nimaga bularni qamab tashlayapti deganimda men aytgandimki, odamlarni ko'zini ochib tashlayapti. Blogerlardan xususan nimaga ko'proq qo'rqadi desangiz, bloger, vloger, tiktoker bunaqa odamlarni ko'p odamlar tomosha qilyapti. Efirda bir vaqtda o'zida juda ko'pchilik odamlar o'tirib nima desa bo'ladi, to'g'ridan to'g'ri efirda kimni odami mana shu mingtalardan oshdimi tamom. Hukumat qo'rqadi bunaqa odamlar. Mingta degani u to'xtagandan keyin u video to'xtaydi-ku, u video to'xtasa 40 minggacha, 50 minggacha odam tomosha qiladi. Endi tasavvur qiling, shunaqa odamlar bor. 2 mingta, 5 mingta, 7 mingta, kerak bo'lsa 20 mingta odam ko'radigan blogerlar bor, tiktokerlar bor, boshqa. Hukumat albatta qo'rqadi bunaqa odamlardan. U odam men aytishi mumkin, "Yo'q, men hukumatga qarshi chiqmayman" deyishi mumkin, lekin degan joyi bor-da, lekin degan joyi bor. Lekin degan joyi bor. O'zbekistonda tiktokerlarga qirg'in barot e'lon qilindimi deyman. Hayronman. Xabaringlar bor. Yaqinda Valera degan qori deyishardi, koreys bola. O'shani qamashgan edi. Bir kunda yana ikkita tiktoker o'lib qoldi. Kun mana. Bugun bittasi o'lsa, ikkinchisi keyingi kun o'lib qoldi. Po'lat Alamdar degani bor edi. Invalidni kalaskada. Xudo rahmat qilsin. Mana kim bo'lganda ham Allohning bandasi. 150 mingta obunachisi bo'lgan ekan. Uni ketidan keyin Muhriddin degan bitta namanganlik bola bor edi. Hoji bola deyishardi. U ham o'lib qopti. Uni endi nima desa bo'ladi? Sahrdan o'lgan deyishyapti. Endi sahrdan o'lganmi desa, rostdan sahrdan o'lgan bo'lishi mumkin, lekin sahr qanaqa payt ko'tarib beradi desanglar, o'sha stressdan, balki qiynoqdan, balki boshqadan nima desa bo'ladi. Men hech qachon ishonmayman bunaqa ikkita tiktoker birdaniga cherezdin o'lib qolishiga. Hech qachon ishonmayman. Ayniqsa O'zbekistonda, ayniqsa qamalgandan keyin. 15 sutkaga qamaldi deyishuvdi, keyin o'lib qoldi. Qanaqa bo'ladi bu? Senlar nima qilyapsanlar? O'zi bu hozir amaldagi hukumat qiladigan ishini qilib oxiri keyin yaqinda to'ntarish bo'ladi. O'sha to'ntarishda Mirziyoyev bo'yniga ilib olmoqchimisanlar? Nima qilyapsanlar? Bo'lib ham nima desanglar, mana Mirziyoyev ayni damda o'sha paratiga ketdi 9-mayga Putinning oldiga. Siyosatga aralashmayman deyman, hayotda o'z siyosat bo'lib yotibdi. Ya'ni ketdi mana. Ketidan bittasini qamadilar, ikkita tiktoker o'lib qo'ydi. G'alati emasmi u? Kim ishonadi shu narsaga? Ikkita tiktoker ketma-ket o'lib qoldi. Kimdir aytishi mumkin, Allohning qadari. To'g'ri, Allohning qadari. Lekin kimlar sababchi bo'ldi shu narsaga? Kimlar sababchi bo'ldi? Nimaga ikkita deputat o'lib qolmaydi? Savol. Nimaga o'sha Alisher Qodirov bilan yana nima deydi, Atrabotiyim degan xotin o'lib qolmaydi-da, aynan ikkita tiktoker o'lib qoladi. Meni shu narsa juda ham qiziqtiryapti-da. Meni miyamga dam bermayapti mana shu fikr. Nimaga ko'p go'sht yeb qo'yapmiz degan deputat o'lib qolmayapti? Nimaga Alisher Qodirov o'lib qolmayapti-da, ikkita tiktoker o'lib qolyapti? Shu savolga javob beringlar. Tushunyapsizlarmi? Yomonga o'lim yo'q demoqchimisizlar? Bunaqasi ham bo'lishi mumkin lekin. Lekin meni juda ham qiziqtiryapti bu savol. Men bunaqa hech qachon bunaqa tasodiflarga hayotda ishonmayman. Bitta odam 15 sutkaga kirib ketib, sahrdan o'lib qolarmish. Senlar o'ldirgansanlar urib o'shani. Yoki qiynab. Kar qilayotgan har xil
nima deydi, ijtimoiy tarmoqda yurganlar bitta gap. Hazillashmalaring. Imkon bormi? Oyoqni ber. Surish kerak degan. Yana bitta yaxshi foydali narsa aytaman. Qozog'istonda qonuniy yurgan aka-ukalarimizga bitta yaxshi lifehack. Qozog'istonda qonuniy yurgan, dokumentarni yurgan aka-ukalarga bemalol Yevropaga viza chiqyapti. Italiya, Germaniya, Fransiya, Polshaga kelsanglar yoki Germaniyaga shunday kelishinglar bilan, misol uchun har doim Qozog'istondan to'g'ridan-to'g'ri baribir Italiyaga yo Parijga uchilmaydi, baribir Germaniyaga uchiladi. Germaniyada kelib turib shundoq o'sha aeroportda o'zida nima desa bo'ladi. Kerak bo'lsa qolganiga aloqaga chiqsanglar o'rgatamiz, tushuntiramiz. Har qanaqani provokator yo'q-yo'qlar eshitib yurmanglar. Itlar ham, laychalar ham ko'payib ketdi akillaydigan hozir. Lekin oqibat, oxiri nima bilan tugayapti desanglar, ko'rib turibsizlar. Bu hukumat har doim qo'rqqan. Shunaqa orqasidan odam yetaklaydigan insonlardan kimi ko'pchilik, kimi eshitadigan bo'lsa, bu farqi yo'q. TikTokkermi, bloggermi, vloggermi farqi yo'q. Hukumat qo'rqadi. Biladi bugun erta bu nima deydi? Siyosiy qarash yoki odamning o'zini shaxsiy qarashi shunaqa narsaki, bu panata rejimi deydi. Ya'ni insonning fikri o'zgarib turadi. Ertaga bo'layotgan nohaqliklarni ko'radida, baribir bir kun emas bir kun tushunib yetadi. Yo Alloh qalbiga solib iymoni ochiladimi? Shundoq qaraydi, ketdik desa ketdi-da. O'shandan qo'rqadi bu hukumat. Tushunasizlarmi? O'shaning uchun nima deydi? Javobini berish kerak bo'ladi. 3 ta TikTokker, 3 ta bo'ldi o'sha TikTokkerlar. Qolgan yana 2-3 tasi o'tiribdi. 15 sutkadan olib. Hali ular ham o'ligi chiqmasa Alloh saqlasin. Salladan hamma narsa kutsa bo'ladi-da, ko'rinib turibdi-yu. Endi bilmaymiz endi nima qivordilaring ularni. Sallaja usta salla-yu. Odamlarni yo'q qilish bo'yicha. Shu boshqa ijtimoiy tarmoqda yurgan TikTokkerlarga, bloggerlarga, vloggerlarga bitta gap. Vaziyat hazillashadigan emas. Oldinga kim kelyapti, nima kelyapti? Yaxshilab ko'zingni ochib, hushyor qayna. It bilan bit bilan so'rashib ketavermagin. Qalaysiz deydi, refleks degan narsa bor. Refleksda shunday so'rashib qo'yasan, qo'lida perchatka bo'lishi mumkin, sezmay qolasan yoki mana bunaqa barmoqga kiyadigan perchatkalar bo'ladi. Shunda zaharlangan bo'ladi, bitta so'rashasan, ketding. Ishonaver. Kim nimadir olib kelsa, yeb ichayotganingda o'shanga ham qaragin, qayerdan olyapsan, kimdan olyapsan. Har doim bitta magazindan maslahat bermayman. Kimdirlargadir vahima bo'lib ko'rinishi mumkin, zamon shunaqa bo'lyapti. Har doim bitta joydan oziq-ovqat mahsulotlarini sotolmay kerak bo'lsa. Va men ishonganing bo'lsa, seni ota-onangdan boshqa sen uchun qayg'uradigan odam yo'q bu dunyoda. Seni eng yaqining ota-onang bo'ldi, tamom, qolganini ishonaver. Men yo'rvoraman, o'rtoqmiz, do'stmiz degan ko'plarni ko'rganmiz. Do'st bitta bo'ladi, bitta. Shuning uchun hammaga ishonib ketilavermaydi. Yeb ichayotganingda ehtiyot bo'lgan. Qayerdan nima olsan, kim bilan so'rashyapsan, qayerda yashayapsan, unaqa uylaringni bundoq ko'rsatib, mamiddaman, o'tdaman, yo'q, mashinalaringni ko'rsatma. Shu ijtimoiy tarmoqda salkam 7-8 oydan beri o'tirgan bo'lsa, hali bizani shaxsiy hayotimizni uncha-munchasi bilmaydi ham, bildirmaymiz ham. Lokatsiya kerak bo'lsa, bitta uyingni ko'rsatyapsanmi, boshqa uyingga ko'chgandan keyin 2-3 oydan keyin ko'rsatgan o'sha eskisini. Bitta mashinangni ko'rsatyapsanmi, o'sha o'rniga 2-3 ta olib bo'lganingdan keyin kengisini ko'rsatgan. Unaqa misol ko'rsatadigan vaziyat bo'lib qolsa. Eski videolarni qo'y. Yangilarida ko'rsatma, qayerda yashayapsan, nima qilyapsan. Xavfsizlik birinchi o'rinda hozir. Ayniqsa target deydi-ku. Mishenda turibsanmi, mo'ljalda juda ehtiyot bo'lishni tavsiya qilaman. Shunaqa gaplar kutib qolamiz O'zbekiston hukumatidan. O'sha 3 ta TikTokker haqidagi voqealarni, tafsirini. Keyin yana bir ikkita savollarim bor. Samasudga qarshimiz, u bu deysanlar.
nechta tiktokerlarni tutib, urib, bir nima qildilar. Yana bitta bloger nimadir qilib tashlasalar. Yaqinda qamalib ketgan, ana uni videosini tashlab berishdi menga. Nima deydi? Komoliddin Halimjonov degani bormidi? Andijonlik yigit bor-ku. O'shani videosini tashlab berishdi menga yaqinda. Samasudga qarshiman deysanmi? Bu nima ahvol? O'sha ayollarni kiyimini kiydirib salla qilasanlar, sallaga mo'jna, shunaqami? O'sha gap egasiga bordi, sani o'sha ko'ttingga mehrobda tepib, ishtoningni yechib, teskari qilib eshigiga mindirib yo'qotishadi sani. Salla o'zingcha xalq oldiga chiqib turib, mullamiz, domlamiz deysanlar, lekin mana bu yoqda nima ish qilib yurganlaringni hammasi yetib keladi bizga. Salla o'zi umuman nima desa bo'ladi? Noloyiq odam Salla. Sallani ham hisob-kitob qiladigan kun keladi, xudo xohlasa. Shoshmay tursalaring. Sog' bo'lasizlar azizlarim. Harakat qilamiz bugun kechga, xudo xohlasa, efir qilishga nasib qilsa qilamiz efir. Sog' bo'lasizlar. Assalomu alaykum. Kuninglar xayrli o'tsin. Ketkazgan vaqtinglarga, megabaytinglarga rozi bo'lasizlar.